Ben sağlıklı olması. Ağzı can sağlıklı. Ağzı geldi. Arkadaşlar. Ha şart. Güzel. Ağzı geliyor. Şuraya şuraya. Uzatın da yapıp işte. Evet, hiç oynamalar ne kadar? Uzun nasıl olaydı? Ya kalmıştır. Ama aklı bir şey mi? Alkutta. Mama kara. Cuman. Mama bunu
Tüccan kanı yaşıyorlar hep. Tüccan kanı. İçerisi kaplaşma. Tüccan kanı, tüccan kanı. Kaplanacak, kaplanacak iyi. Bo'ldi, afo keyin kelib dedi. Bo'ldi. Oyda keldi. Keldi. Tapkan to'ygan nasib qilsa. Bunaqa tapkan to'ylar, shunda hammaga emas. Qo'y o'zinglar. Keling, yo'llarni kutib olaylik. Marhamat. Qani marhamat, mehmonlarimiz o'rinlaringizdan turib, qanchalar bilan yor bilan keling, yo'llarni kutib olaylik.
mana shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'lar demoqchimiz. Assalomu alaykum do'st yoronlar, sevgisi jo'sh urgan qalbi tug'yonlar. Yaxshi tilak bilan tuzib dasturxon, xush kelibsiz deb sizlarga kelin mezbon. Assalomu alaykum hurmatli uzoqdan va yaqindan kelgan aziz muhtaram va muhtarama mehmonlar. Assalomu alaykum qalbi daryo mehrgo'yo. Bollar aziz, jonlar aziz, munis bo'jonlar va onaxonlar. Assalomu alaykum mana shu to'yimizda bosh qosh bo'lib turgan otaxonlar va akajonlar. Aziz mehmonlar, mana bugun Allayarxlar xonadonida katta to'y va katta tantana. Mana shu tantanamizning sababkori bo'lmish. Mana shu xonadonning sevimli farzandi Pyotr Bobomurod bilan uning umrlik yon yo'ldoshi bo'layotgan kelinimiz Gulnozoylarning bugun baxt kechasi nikoh. Mana shu qalboniy kelishuvda kelishib o'tirgan kelinlik yo'lida bugungi baxt kechasi bilan chin qalbimizdan muborak bo'lsangiz, biringiz quyosh bo'lib, aylanangizda esa yulduzlar ko'payaversin demoqchimiz. Aziz mehmonlar, shu bugungi ajoyib kechamizni ochib berishni so'z navbatini mana shu davramizning ham mehmoni, ham mezboni Xudoynazar tog'asini mikrofonga taklif etsa. Keling tog'asi, so'z navbat sizga. Keling mana bugungi ajoyib kechamizni bir gurillatib ochib bersangiz, shu yoshlarimizga bo'lgan ezgu niyatlaringizni birinchi bora bildirsangiz. Keling tog'asi. Assalomu alaykum uzoqdan kelgan mehmonlar. Bugun Qo'shbar jiyanimiz uylanyapti. Ularga uzoq umr, sog' salomat tilayman. Kelinlaring uchun to'ylarga kelib nasib bo'lsa, shunday to'ylar hammaga muyassar etsin. To'yimiz ochiq deb e'lon qilamizda. Rahmat sizga tog'ajonim, ko'p yashang, ilohiy aytganingiz kelsin. Sizga, oilangizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Oltin asrimizda to'y qilgan yoshlar, bugungi baxt degan to'ylar muborak. Musulmonning bayrami to'y bo'lgan kunlar, zavq urgan yurakdan uylar muborak. Aziz mehmonlar, Murodjon kelinimizning bir oyingizlarni ochib qo'ysangiz. Demek sizlerge oturuşlarınızı icazat vermemiz mahvat oturuşlar. Her bir joyda azizdir mehmoni mezbonlar juda bo'lmasin. Yaxshi yerlar yozdir dasturxon, qadam yetganlarga bolam yetmasin. Hurmatli aziz mehmonlar, sizlarni dasturxonimizga taklif etib, sizga salomatni qo'shib bermoqchimiz. Marhamat qilinglar. I'm
bahtiyar tursun gözüm. Sağlam sevgim bunchasi, ko'nglim erkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsa qalbim malikasi. Men seni baxtli qilarman o'zim. Azizim ko'zing ko'rsin, nurlarga to'lsin hamisha sevgilim. Seni baxtliga sağlık olsun, oyun kültür, dörtamızdan tasmamız gitmesin. Bana hoşlar diyelim, bugün toylu başlar, toydum sebepleri bağlı diyelim. Gideceğim koşa versin, ömrü zam olsun. Koşa onlar versin. Koşa diyelim, tapmanızı, Allah'ın severlerini koya gideceğim. Bilgi veremem, ben de şeref sildirsin. Boş ver.